Jamiyatimizda ta'lim sohasini rivojlantirish eng ustuvor vazifalardan biridir. Pedagoglar bu jarayonning markazida bo'lib, ular yosh avlodni bilim va tarbiya bilan ta'minlaydi, mamlakat kelajagi uchun poydevor yaratadi. Shu bois o'qituvchilarning kasbiy mahoratini muntazam ravishda oshirib borish, ularga zamonaviy ta'lim uslubi va texnologiyalarini o'zlashtirish uchun sharoit yaratish alohida e'tibor talab qiladi. Toshkent viloyati pedagogik mahorat markazida pedagoglar malakasini oshirish bo'yicha bir qancha samarali ishlar tashkil etilmoqda. Hozirgi lavha shu haqda. Toshkent viloyati pedagogik mahorat markazi 22 ta tuman va shaharlarda faoliyat olib boruvchi o'qituvchilar uchun 5 yilda bir marta malaka oshirish imkoniyatini taqdim etadi. Ushbu markazda pedagoglar yuqori malakali va tajribali o'qituvchilar tomonidan xalqaro tajribalar asosida tashkil etiladigan seminar va treninglarda ishtirok etish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Xalqaro konferensiyalarda faol qatnashmoqdamiz. Markazimizda ham xalqaro konferensiya bo'lib o'tdi. Boshqa mahorat markazlari bilan aloqani, ya'ni memorandumlarni tuzganmiz. O'qituvchilarning ilmiy salohiyatini oshirish hamda bu yerdagi tinglovchi, ya'ni 20 ta shahar tumandan kelayotgan o'qituvchilarning malakasini sifatli va unumli oshirishga xizmat qilib kelmoqda. Kelasi yil biz o'zimiz oldimizga juda katta ustuvor vazifalarni qo'ydik. Mart oyida juda katta qurultoy o'tkazmoqchimiz. Biz buni xalqaro hamkorlik asosida Amerika Qo'shma Shtatlari, Indoneziya, Buyuk Britaniyadan mehmonlarni taklif etmoqchimiz. Mazkur treninglar xalqaro pedagogik tajribalar asosida tashkil etilib, o'qituvchilarga zamonaviy ta'lim metodlari, samarali ta'lim texnologiyalari va amaliy ko'nikmalarni oshirish imkonini beradi. Biologiya fani o'qituvchisiman. Malaka oshirish kurslari davomida o'z kasbiy faoliyatimda qo'llash mumkin bo'lgan juda ko'plab bilim va ko'nikmalarga ega bo'ldim. Shuni ayta olamanki, Toshkent viloyati pedagogik mahorat markazida malaka oshirish kurslari mazmunan boy, maqsadli amalga oshirilmoqda. Bundan tashqari zamonaviy texnologiyalar, virtual laboratoriyalardan foydalanilmoqda. Bu esa shu bilimlarni chuqur o'rganish va amaliyotda qo'llash imkoniyatini beradi. Virtual laboratoriya oldingi yillarda bo'lmagan edi, endi tatbiq qilinmoqda. Qulayliklari bilamiz, barcha maktablarga laboratoriya jihozlari, qurilmalari yetib bormagan. Bu qurilmani agar olib borib qo'yadigan bo'lsak, o'quvchilar ham, o'qituvchilar ham samarali foydalanadi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, Toshkent viloyati pedagogik mahorat markazi 2026-yil boshidan malaka oshirish kurslari juda yuqori saviyada tashkillashtirilgan. Malaka oshirish kurslari davomida pedagoglarga zamonaviy didaktik materiallar, interaktiv usullar va ta'limda raqamli vositalardan foydalanish bo'yicha amaliy ko'nikmalar ham o'rgatiladi. Prezidentimizning 2025-yil 15-maydagi video selektorida pedagoglarni xorijda malaka oshirishlarini ta'minlash topshirig'i berilgan edi. Ushbu topshiriqni bajarish maqsadida markazimizda bir qator ishlar, tizimli ishlar amalga oshirildi. Bir qator pedagoglarimiz rivojlangan davlatlarning nufuzli ta'lim muassasalarida o'zlarining ilg'or tajribalarini oshirib qaytishdi. Ta'lim sifatini oshirishga qaratilgan yana bir muhim qadamlarimizdan biri so'rovnomaga asoslangan bot tashkil qildik. Tinglovchilar tomonidan bizni professor o'qituvchilarimizni dars mashg'ulotlarini olib borishni sof, shaffof holatda monitoring qilib beradi. Markazda o'qituvchilarning kasbiy rivojlanishini qo'llab-quvvatlash uchun tajriba almashish uchrashuvlari muntazam tashkillashtiriladi. O'qituvchilar uchun onlayn platformalar orqali masofaviy ta'lim olish imkoniyatlari ham yaratilgan. Bu esa malaka oshirish jarayonlarini yanada qulay va samarali tashkil etishga xizmat qiladi.